gradus. 16. Auks konditsioner mana. Keyin uyga kelganmiz. Xo'p, issiq chiqarishini o'lchaymiz. Xonani gradusini bitta ko'raylik birinchi. 21, 20. Past 18 endi teva issiqroq bo'ladi. Konditsioner chiqarayotgan issiq. Auks SSR modeli. 35, 36, 37 bo'ladi hozir bo'lsa. 36 ta qoldi. Endi tashqari tomonni ko'ramiz hozir. Hozirga 36 gradus chiqarayotgan, keyin pultdan to'g'rilaganimizdan keyin 40 gradusga kelgan urma konditsionerimiz mana. Shunaqa muz bo'lgan. Xo'p, muzlagan ponni yonlarini ham bitta olib ber. Pultdan qanaqa qilib o'zini o'zi eritish, bu AUX SSR modeli, mana mode degan knopka bor. Bosamiz, qo'l sovutish rejimiga o'tdi, dry rejimga qo'yiladi. 16 gradusga tushiradi gradus. Shivaki, Avalon, boshqa Artel konditsionerlar bo'lsa, ichida ochsa iClean degan funksiyasi bor. Shuni bossa ham bo'ladi, osonroq. Bunda iClean funksiya yo'q, o'shaning uchun mana dry ga qo'yamiz. Keyin konditsionerni o'chirib bitta boshqatdan yoqadi. Endi konditsionerni yoqib qo'yasiz mana shunda. Konditsionerni dry rejimga oldik. Ishlayapti, hozir qizyapti mana, qisiq qilyapti. Shunaqa ishlab tursa yarim soat shuni yonverida eritib oladi, fonning. Undan eritib oladi, bu Tailand emas. O'ziga kerakli joylarni eritib oladi, radiatorlarning atrofini ochib oladi konditsioner o'zi. Shu turishda ishlayapti. Hozir mana ichkari tomonni ozgina sovityapti, lekin qizyapti mana. Uje suv tomchilashni boshladi mana, eriyapti. Ko'ryapsan? Motorlarning ichida hozir mana shu kecha muz bu konditsioner. Fonning kompressorigacha. Og'irlashib ketgan, qaltiraydi, sakraydi. Balkim tushib ham ketadi. Hozir 22 kilolik narsa o'zi bu. Tarozga qo'ysa 50 kiloni yon yerda chiqadi. Og'irlashib ketgan, shuncha suv yiqqan o'zi. Mana o'sha muzlar to'kilishyapti ichidan, eshityapsiz? Endi biz buni kutib tura olmaymiz. Yarim soat eritishini biz o'zimiz suv bilan eritib olamiz. Video uzoq ketyapti, lekin foydali bo'ladi. Tamam. Bıçağı da sekin kesmişler orası anladım. Klientlarga tokdan uzib olib suv sepishni maslahat beramiz. Bu hozir tokka suqilgan holatda ishlab turibdi. Tokdan uzib olib qilish kerak. Mana hozir tozalagan konditsionerimiz 36 gradus chiqaryapti kelganimizda. 45 gradus bo'ldi. 44. Bu hali yana oshadi endi, bu 10 minut bo'ldi xolos yoqqanimizga 45 gradusgacha isityapti. Bu endi to'g'ri muzini eritganimiz, boshqa qilganimiz ozgina qo'shib berdi, lekin bu yerda faqat boshqa narsa pultdan to'g'rilaganimiz uchun oshdi asosan. Hozir shu holatida yana pult mana shunday turibdi. Hayat 32 mana speed, skorost ventilyatorni ko'tarsak, polniga qo'ysak, turboga qo'ysak, hozir 45 gradus chiqaryapti o'zi shu konditsioner. Hozir keskin tushib ketadi hozir chiqarayotgan gradus. 41. Pastlayapti mana turboga qo'yganimiz uchun. Shundan keyin orqa tomon ujum muzlashni boshlaydi. Ko'payib ketadi-da, mana
tez chiqaryapti. Radiator qizyapti. Freon u yoqdan issiq kelyapti, bu yoqdan olyapti, havoni isitib chiqaryapti. Kirgan freon muzlab chiqib ketyapti. Siz buni turboga qo'yganingizda bu tez olib chiqib ketadi ichidagi havoni. Freonni yana ham muzlatib chiqaradi tashqariga. Bu o'zi eritib yuboradi muzni, lekin hozir havo sovuq bo'lgan, tuman bo'lgani uchun o'zi ulg'mayapti, eritolmayapti. Shuning uchun speddan skorost metrlardan 3 taga qo'yasiz. Bu yerdan issiq chiqishi ko'proq bo'ladi. Bu o'ziga ham vaqt ajratadi. U tomonni eritib oladi. Keyin gradusini o'rtacha 28 ishlatsangiz ham bo'ladi. Hozir mana uje ancha pastladi. 45 gradusdan pastga tushdi. Va turboga qo'yganingizda 38, 39, 40 qizimaydi uni.